Tergovchi. Qimmatga tushgan xato. Komil Sindarov 17-qism. Matnni Ziyovuddin Hakimov o'qib eshittiradi. Keyingi 3 yil ichida Vaziraning ilk bor o'tgan kunidan ko'ngli to'ldi. Nima bo'lganda ham shuncha paytdan beri tiliga tugib yurgan, lekin boshlashga o'zida jur'at topa olmay yurgan ishini bugun boshlashga muvaffaq bo'ldi. Yaxshi insonlar undan maslahatini darig' tutmadilar. Lozim bo'lganda bajonidil yordamlarini ayamaslikka ham so'z berdilar. Demak, ish o'rnidan siljidi. Qolgani unga bog'liq. Qancha vaqti, qancha umri, qancha mablag'i ketsa ham bu ishni oxiriga yetkazmay qo'ymaydi. To'g'ri. Prokuraturaning ham, militsiyaning ham ishlari boshlaridan ortib yotibdi. Bu ish bilan doimiy shug'ullanishga ularning imkoniyati yo'q. Uning esa shundan boshqa nima ishi bor? Bolalari katta bo'lib qolishgan bo'lsa, o'zlarini o'zlari bemalol eplashadi. Ish ham uncha tig'iz emas. Maqolasi tayyor bo'lsa, muharririyatga topshiradi. Boshqa payti erki o'zida. Har zamonda bo'lsa-da, yozgan maqolalari ko'pchilikka manzur bo'lganligi bois, bosh muharrir unga hurmat bilan munosabatda bo'lardi. Demak, qidiruvni boshlashning mavridi keldi. Bunday shart-sharoit va imkoniyat boshqa bo'lmasligi mumkin. Xullas, tarixda eng katta, eng murakkab jurnalist surishtiruvi boshlandi. Vaziraxon marhuma qaynonasidan bir hikoya eshitgandi. Bir yigit va qiz sevishib turmush qurishibdi. Ancha yillar inoq va ahil hayot kechirishibdi. Orada bir-biridan shirin farzandlar tug'ilibdi. Er institutda, xotin esa maktabda yoshlarga ta'lim-tarbiya berish bilan mashg'ul ekan. O'z kasblariga mehr qo'yganliklari, ezgu ishlarga bosh-qosh bo'lganliklari bois har ikkalasi ham jamoasi mahalla ko'y oldida hurmat va e'tibor qozonishibdi. Xullas, er-xotin hayotlaridan mamnun, baxtidan masrur, iqbolidan ko'ngillari to'q, huzur-halovatda yashar ekanlar. Kunlarning birida oila boshlig'i kasal bo'lib qolibdi. Vrachlar har qancha urinmasin, aniq tashxis qo'ya olishmabdi. Natijada qilingan muolajalar hech qanday naf bermabdi. Kundan kunga yigitning ahvoli og'irlashib, xastalik uni holdan toydiribdi. Xotin yelib yugurib, erini shifoxona, doktor olib yuribdi. Respublikaning ko'zga ko'ringan vrachlari ham yigitning dardiga malham topa olmabdi. Oxiri shifokorlar xotinga taqdirga tan berishni, erini uyiga olib ketishni, qolgan qisqagina umrini bolalar oldida o'tkazishni maslahat berishibdi. Xotin noiloj erini shifoxonadan uyiga olib kelibdi. Doktorlar bemorning 10-15 kunlik umri qolganligini bashorat qilganliklari bois butunlay holdan toygan, quruq gapdagi aylanib qolgan erining so'nggi kunlarini oilasi davrasida o'tkazishni ma'qul ko'ribdi. Har kuni turli-tuman mazali taomlar qo'lidan kelganicha ishtaha ochar darmon dorilardan tayyorlab, erini parvarishlay boshlabdi. Tunlarni bedor uning yonida o'tkazibdi. Yaxshi gaplar bilan uning ko'nglini ko'tarishga, qalbida yashashga umid uyg'otishga harakat qilibdi. O'rtoqlar, bir daqiqa diqqat qiling. E'tiboringiz markazida Ziyo TV YouTube kanalining asoschisi va muallifi Ziyovuddin Hakimov. Videoni ushbu daqiqasiga qadar agarda hamroh etgan bo'lsangiz, demak, ijodimizga befarq emassiz. Shunday ekan, sizdan birgina iltimos, bittagina like tugmachasini bosib va albatta qo'ng'iroqcha va izohlarda o'z fikri, mulohazalaringizni qoldirsangiz kifoya. Bu esa YouTube algoritmiga monand ko'proq insonlar ko'rishiga sabab bo'ladi. Albatta, bu o'z navbatida bizni yanada ko'proq videolarni tayyorlashga chorlaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Boy bo'ling. Doktorlarning bashoratiga qanchalik ishonmasin, boshiga tushgan ko'rgilikning haqiqat ekanligini qanchalik anglamasin, ayolning qalbida erining sog'ayib ketishiga umid uchquni so'nmagandi. Qandaydir g'ayritabiiy mo'jiza ro'y berishini, eri xastalikdan forig' bo'lib, oilasi bag'riga, qadrdon ishiga qaytishini chin dildan istardi. Lekin hayotda hamisha ham mo'jizalar sodir bo'lavermaydi. Shifokorlar aytgan 10 kunlik muhlat o'tgach, to'satdan erining ahvoli og'irlashibdi.
Ertasi kuni yigit ichishdan qolibdi. Ayol erining vaqti soati yetganligini anglabdi. Qo'lidan nima ham kelardi. Arslonday erini ajalning qo'liga topshirishdan o'zga iloji yo'q. Ko'zlariga o'zgacha bir ilinj bilan boqib, mo'ltirab turgan eriga hech qanday yordam bera olmasdan quruq tomoshabin bo'lib kutib o'tirganidan dili tilka pora bo'libdi. Nima qilishini, kimdan yordam so'rashni, qaysi najot eshigini qoqishni bilmabdi. Noilojlikdan shaxsiy kutubxonasida mavjud tibbiyotga oid kitoblarni, qo'llanmalarni titkilashga tushibdi. Keyingi kuni shaharning eng katta kutubxonasiga tushib, jigar xastaliklarini davolash bo'yicha rus, o'zbek tilida e'lon qilingan barcha materiallarni to'play boshlabdi. Diqqatga sazovor maqolalardan nusxalar ko'chirib, kechalari ularni tahlil qilibdi. 3-4 kun o'tib, tabobatdan deyarli bexabar bo'lgan ayol eri chalingan xastalik haqida uncha-buncha tasavvurga ega bo'libdi. Olgan bilimlari yordamida o'lim to'shagida yotgan erini o'zicha davolashga kirishibdi. Biroz fursat o'tib, yigitning ahvoli sal yaxshilanganday bo'libdi. U kamdan kam taom iste'mol qila boshlabdi. Muolajalar samara bera boshlaganidan ruhlangan ayol endi Ibn Sinoning tib qonunlarini mutolaa qilishga kirishibdi. Xalq tabobotiga oid risolalarni sabot ila o'rgana boshlabdi. Insonning jigariga davo bo'ladigan dorivor o'simliklarni qidirib, bozorma-bozor, tabibma-tabib, dog'ma-dog' yuribdi. Mo'jiza ro'y beribdi. Allohning karomati, ayolning qilgan toat ibodatlari tufayli yigit 3 oy o'tib oyoqqa turibdi. 6 oy o'tgach hech narsa ko'rmaganday ishga chiqib ketibdi. Ana muhabbatning kuchi, ana sadoqatning qudrati. Vazir bu hikoyani eslar ekan, o'shanda bunga unchalik e'tibor qilmaganligini tan oldi. Qaynonasi unga buni nima maqsadda aytgan ekani, nahotki rahmatli biror narsani sezgan bo'lsa, yoki shunchaki birovlardan eshitganini aytib berganmikin, bo'lgan voqeamikin yoki kimlardir ichidan to'qib chiqargan rivoyatmikin. Qaynonasi nima uchun aynan unga buni hikoya qilib berdi? Yoki u ham bir kun o'sha ayolning holiga tushishini bashorat qildimikin? Yo'q, qaysi ona o'z farzandiga shunaqa ko'rgilikni ravo biladi? Darvoqe qaynonasi ularning turmush qurishiga jon jahdi bilan qarshi bo'lgandi. Nahotki unda oldindan ko'ra bilish qobiliyati bo'lgan bo'lsa, shu bo'layotgan ko'ngilsiz voqealarni oldindan his etgan bo'lsa, nimalar xayoliga kelyapti o'zi? Bahrom akasini qutqarish yo'llarini qidirish o'rniga nimalarni o'ylab o'tiribdi o'zi? Nima bo'lganda ham hikoyadagi ayolning irodasiga, matonatiga qoyil qolmay ilojing yo'q. Ne tajribali doktorlar davo topolmagan erini hech qanday tibbiy ma'lumotga ega bo'lmasa-da, o'zi davolashga kirishdi. O'lim haq, Allohning ishida deya qo'l qovushtirib o'tirmadi. Umid uchqunlari yuragini tark etmadi. So'nib borayotgan uchqunni olovlatishga o'zida jasorat topa bildi. Shu ojiza ayolning matonati unga namuna bo'lmaydimi? Axir uning o'sha ayoldan nima kam joyi bor? Shularni o'ylar ekan, vazira uzoqqa uchishga shaylangan lochinday oldinga tik boqdi. Mushtini tugdi, lablari beixtiyor pichirladi. Bahrom aka jonim, men sizni baribir izlab topaman. Marhuma qaynonasining hikoyasi turtki bo'lib, vazira tuni bilan erining kutubxonasidagi huquqshunoslikka oid kitoblarni, detektiv janrida yozilgan badiiy asarlarni o'qishga tushdi. Axir isqvorlik ham kishidan eng avvalo kasbiy mahoratni talab etadi-ku. Huquqshunoslikning asoslarini bilmay turib, qo'l urayotgan ishini oxiriga yetkaza oladimi? Ertasi kuni shanba bo'lishiga qaramay, vazira kutubxonaga borishga otlanib turganda, eshik qo'ng'irog'i jiniglab qoldi. Hammadan oldin eshikni ochishga shoshilgan Jahongir biroz o'tib Safar akani boshlab kirdi. Keyingi paytlarda kamnamo bo'lib borayotgan bobolarni ko'rib, bolalarning quvonchdan ko'zlari chaqnab ketdi. Ichidagi dardlarni kimga aytishni bilmay yurgan vazira ham boshlagan ishlari yuzasidan maslahatlashishi mumkin bo'lgan inson o'z oyog'i bilan kirib kelganidan ko'ngli ko'tarildi. Barchalari cholni hurmat-ehtirom ila qarshi olishdi. Ko'zlari javdirab turgan nevaralarni istamlardan adoyi tamom bo'lgan, lekin doimo o'zini bardam va tetik tutib yuradigan kelinini ko'rib Safar akaning ko'ngli bo'shashib ketdi.
Ammo o'zining bu holatini ularga sezdirmaslik uchun qo'l yuvish bahonasida yuvinish xonasiga o'tib, o'pkasini biroz bosib oldi. Bechora odam xayolidan o'tkazdi Vazira. Xastay to'sib qolibdi-ya. Qanday odam edilar-a? Ota-ona uchun farzand dog'ini ko'rishdan og'ir kulfat yo'q ekan. Sherday o'g'lidan ayrilib, hatto uning qabriga ham ega bo'la olmagan otaning ahvoli qanday bo'lishi mumkin? Uning qalbidagi umid cho'g'i batamom o'chib bo'lgandir. Tezroq boshlagan ishimni unga aytib, uni biroz bo'lsa-da suyuntirishim, ko'ngliga taskin bo'lishim, yuragida so'lib bo'lgan umid shamini qayta yoqishim kerak. Darvoqe bu ishlarga qanday qarar ekan? Albatta, meni qo'llab-quvvatlaydi. Qo'llamasa-chi? Meni tinchimni, bolalarimning xotirjamligini o'ylab, bu yo'lingdan qayt desa-chi? Uni uning ra'yiga qarshi boramanmi yoki hozircha unga bu haqda aytmay turganim ma'qulmikin? Safarga bolalarga qishloqdan olib kelgan noz-ne'matlardan ulashdim. Vazira nonushta tayyorladi. Bir piyola choy ustida qaynota kelin suhbatlashib o'tirishdi. Qizim, nima gaplar? Biror yangilik bormi? Nihoyat ota yurak yutib asosiy maqsadga ko'chdi. Vazira indamay yerga qaradi. Boshlagan ishi to'g'risida aytishning mavridi kelganini sezib, shoshmasdan gap boshladi. Otajon, Bahrom akamdan hech qanday darak yo'q. Men prokuraturaga borib Faxriddin Karimovich, Sanjarbeklar bilan ham gaplashdim. Ular ham qo'llaridan kelgan ishni qilishdi. Natija bo'lmadi. Tergovchilarning gapiga qaraganda, endi Bahrom akamning topilishiga umid qilib bo'lmaydi. Lekin kelinining gaplarini yerga qaragancha jimgina tinglab o'tirgan ota lekin so'zini eshitib birdan serkaklandi va Najot ko'zi bilan suhbatdoshiga termildi. Xo'sh. Otajon, mening xayolimda Bahrom akam tirikdek. Vaziyat taqozosi bilan qayerdadir bizning yordamga muhtoj bo'lib yotgandek. Qaniydi shunday bo'lsa bolam, safarga chuqur xo'rsindi. Shu sababdan uni qidirishga o'zim kirishmoqchiman. Tushunmadim. O'zingiz qanday qilib? Axir otajon, shuni his qilgan holda qo'l qovushtirib jimgina o'tira olmayman-ku. 3 yil kutdim. Endi o'zim kirishmasam bo'lmaydi. Menga sizning oq fotihangiz kerak. Vazira ilk bor qaynotasining ko'zlariga tik boqdi. Qizim, sizni ham to'g'ri tushunaman, lekin davlatning shuncha vakolatli idoralari qila olmagan ishni bir o'zingiz qanday qilib uddalashingiz mumkin? Nimaga qo'l urayotganligingizni bilasizmi? Bolalarning ahvoli nima bo'ladi? Hamma narsa Allohning irodasi bilan sodir bo'ladi. Bahromjon tirik bo'lsa bir kun o'z oyog'i bilan kirib kelar. Agar bu dunyodan o'tgan bo'lsa, qo'limizdan nima ham kelardi? Otajon, mening qarorim qat'iy. Siz menga ishonishingizni istayman. Men keyingi bir hafta ichida uncha-buncha ish boshlab qo'ydim. Shu masalaga daxldor anchagina hujjatlarni ham qo'lga kiritdim. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi, dedi Vazira ishonch bilan. Mayli. Men nima ham derdim. Bu ishni boshlabsanki, demak shunga yarasha qo'lingda asosiy, dilingda rejang bordir. Faqat bolam, falonchi erini izlab ko'chama-ko'cha devona sifat bo'lib yurganmish degan gapga qolmasak bas. Bu haqda hech kimga og'iz ochmasdan ishingni bilib qilaver. Rahmat otajon, aytganingizdek bo'ladi. Vazira qaynotasini bolalarga topshirib, o'zi kutubxonaga shoshildi. Xona tubsiz ummonga o'xshaydi. Unga bir sho'ng'igan kishi qiziqib ichiga kirib boraveradi. Qanchalik chuqur kirib borsang, mo'jizalar sirlarini ochaveradi. Olamning senga notanish sinoatlari bo'ybastini ko'rsataveradi. Vazira kitob mutolaa qilib, kech bo'lganligini ham sezmay qoldi. Shu taxlit 15 kuncha vaqt o'tdi. Vazira butunlay jinoyat olamiga tushib qoldi. Xayolidan sodir etilgan dahshatli jinoyatlar u qilmishi fosh bo'lishidan cho'chib o'zini shoxdan shoxga urayotgan jinoyatchilar, ularni tutish ilinjida kechani kecha, kunduzni kunduz demasdan bargida yurgan tergovchilar, qorani oq deyishdan tolmaydigan oqlovchilar u oqni qora qilishdan cho'chimaydigan qoralovchilar, vijdonidan kechgan guvohlar u qilni 40 yoruvchi ekspertlar ketmay qoldi. Shu davrda 100 dan ortiq jinoyat tafsilotlari,
Bayon etilgan 10 dan ortiq kitoblarni o'qib tugatdi. Voqealar turli-tuman, sira bir-biriga o'xshamaydi. Vazira sonsiz voqealar orasidan o'zinikiga o'xshash qilmishni qidirardi. Qayda deysiz? Jinoyatning turi ham, usuli ham ko'p ekan, bir-biriga o'xshamaydi. Kunlarning birida chet el yozuvchilaridan birining detektiv romanini o'qiyotgan Vaziraning diqqatini bir voqea o'ziga tortdi. Ayol kishini o'z uyida o'ldirib ketishadi. Izquvarlar uning tanish-bilishlarini, qo'ni-qo'shnilarini so'rab surishtirishadi. Lekin ayolni kim, nima sababdan o'ldirganligini topish imkoni bo'lmaydi. Voqea joyidan ham diqqatga sazovor biron bir daliliy ashyo yoki iz topilmaydi. Yosh tergovchining qilgan harakatlari zoye ketadi. Jinoyat ancha paytgacha ochilmay qoladi. Shunda tergovchi voqea joyini yana bir marta ko'zdan kechirishga qaror qiladi. Marhumaning uyini takroran ko'zdan kechirgan tergovchi kitoblar orasidan bir enlik xat topadi. Maktubda ayolning ko'rgan narsalarini hech kimga hech qachon aytmasligi, yaxshisi tezda boshqa shaharga ko'chib ketishi lozimligi, aks holda unga yomon bo'lishi ta'kidlangan edi. Demak, ayol qaysidir jinoyatga tasodifan guvoh bo'lib qolgan. Jinoyatchilar qilmishi fosh bo'lishidan cho'shib ayoldan chuq etmaslikni, tezda boshqa shaharga ko'chib ketishni talab qilishgan. Ayol jinoyatchilardan qo'rqib, ko'rganlari haqida hech kimga gapirmagan, ammo boshqa shaharga ko'chib ketishni xohlamagan. Bu jinoyatchilarga yoqmagan. U baribir biron kun og'zidan gullab qo'yishi mumkin degan xayolda uni yo'q qilishga qaror qilishgan. Tergovchi maktubni uning ustidagi konvertni ekspertlar ixtiyoriga topshirgan, lekin mutaxassislar uning muallifini aniqlashga muyassar bo'la olmagan. Tergovchi shu markadagi konvertlar qaysi joyga, qanchadan tarqatilganligini aniqlash uchun aloqa bo'linmalariga borib, shu markadagi konvertlar viloyatning 4 ta hududiga tarqatilganligini aniqlaydi. O'sha hududlardan birida marhumaning xolasi yashashi, u xolasini ko'rishga tez-tez borib turishi aniqlanadi. Tergovchi shu joyda keyingi davrda sodir etilgan jinoyatlarni o'rganib chiqib, bitta avtohalokat jinoyatiga diqqatini qaratadi. Ish bo'yicha avtomashina haydovchisi yo'lovchi ho'qqisdan uning yo'liga chopib chiqqanligini, u qancha harakat qilmasin mashinani to'xtata olmay qolganligini, natijada piyodani urib yuborganligini, jabrlanuvchi voqea joyidan vafot etganligini ko'rsatgan. Jinoyat ishi bo'yicha haydovchining aybi isbotlanmaganligi sababli jinoyat ishi harakatdan to'xtatilgan. Tergovchi haydovchi uning oila a'zolarining husn xatlarini olib, xatshunoslik ekspertizasi tayinlaydi. Shunda marhuma ayolning uyidan topilgan xatni haydovchining 14 yashar singlisi yozganligi aniqlanadi. Natijada har ikki jinoyat fosh etiladi. Haydovchi qo'shnisi bilan qasdlashib qolganligini, shu sababdan uni mashinada bosib o'ldirmoqchi bo'lganligini, lekin shu paytda bekatda turgan ayolni sezmay qolganligini, u hammasini ko'rganligi uchun uning orqasidan uygacha poylab borganligini, keyin singlisiga xat yozdirib, uni ayolning pochta qutisiga tashlab ketganligini, lekin ayol uning talabini bajarmaganligini, shunda u jinoyati fosh bo'lishidan qo'rqib uni ham o'ldirganligini tan olgan. Bitta konvert jinoyatni fosh etilishiga sabab bo'lgan. Vazira asarni o'qib tugatar-tugatmas xayoliga kelgan fikrdan mamnun holda uyiga qaytdi. Xonasiga otilib kirib, stol tortmasidagi qog'ozlar ichidan konvertning nusxasini qidira boshladi. Mana o'sha Bahrom akasining kitoblari orasidan topilgan xatning nusxasi. Konvertning nusxasi qayerda ekan? Mana u. Yuziga hech narsa yozilmagan, chap tomon yuqori qismiga Sohibqiron Amir Temurning salobatli rasmi tushirilgan marka bosilgan. Konvertning orqa tomonida uning O'zbekiston nashriyotida tayyorlanganligi qayd etilgan. Vazira apil-tapil kiyinib, xat va konvertning nusxalarini sumkasiga solib, nashriyot tomonga yo'l oldi. Avtobusda ketar ekan, turfa xayollar qurshovida qoldi. Balki u yerdagilar biror narsa bilar, o'sha davrda ishlaganlar bordir. Lekin bir yilda qanchadan qancha konvert ishlab chiqariladi va tarqatiladi. Shuncha yil o'tib, kim ham bu haqda biror narsa eslab qolishi mumkin. Balki aloqa vazirligiga murojaat qilgani ma'qulmidi? Har holda konvertlar ular orqali tarqatiladi-ku. Mayli, chiqmagan jondan umid. Shunda ham shu konvertdan boshqa qo'lida arzigulik ashyo yoki taxmin ham yo'q. Vazira to'g'ri nashriyot direktorining oldiga kirdi. Yoshi taxminan 35-40 yoshlardagi rahbar uni iliq qarshi oldi. Gap orasida ularning gazetasini juda qiziqish bilan o'qishni ham qistirib o'tdi.
Mana bu konvert sizlarda ishlab chiqarilgan ekan. Vazira qo'lidagi konvertni boshliqqa uzatdi. Direktor konvertni obdan ko'zdan kechirib, "To'g'ri, bizning mahsulotimiz, lekin nima qilish lozim?" deb hayron bo'ldi. Shu konvert xususida sizda biror ma'lumot bormi? Qancha ishlab chiqarilgan, qayerlarga tarqatilgan va hokazo. Konvert mustaqillikdan oldin ishlab chiqarilgan ekan. Men u paytlarda ishlamaganman. Shu sababli bu haqda hech qanday ma'lumotim yo'q. Qancha ishlab chiqarilganligini arxivdan bilsak bo'ladi. Lekin qayerlarga tarqatilganligini bilish qiyin. Bizlar faqat ishlab chiqaramiz. Tarqatish aloqa vazirligi tizimlari orqali amalga oshiriladi. Bunday ma'lumotlarni ulardan olish mumkin. Rahbar o'zi nima gap degandek vaziraga tikildi. O'sha davrlarda ishlagan xodimlaringizdan bormi? Hozir so'rab ko'ramiz. Boshliq kotibaga telefon qilib, Faya opani chaqirishni tayinladi. Biroz o'tib xonaga chamasi 55-60 yoshlardagi ko'zoynak taqib olgan Basavlat opa hansirab kirib keldi. Faya opa, bu kishi gazetadan. Sizga bir ikkita savollari bor ekan, dedi direktor vaziraga ishora qilib. Marhamat, so'randingiz, dedi Faya vaziraga zimdan nazar solib. Faya opa, eshitishimcha siz nashriyotda ancha paytdan beri ishlar ekansiz. Mana bu konvert xususida biror narsani bilasizmi? Vazira qo'lidagi konvertni opaga uzatdi. Opa konvertning orqa oldini bir ko'zdan kechirib vaziraga yuzlandi. O'zi sanga ne kerak? Shu konvert haqiqatda sizlarning nashriyotda ishlab chiqarilganmi? Qancha miqdorda chiqarilgan, qayerlarga tarqatilgan? Vazira savolni yana takrorladi. Bizda chiqarilgani aniq. Ana orqasiga yozib qo'yibdi. Qancha chiqarilgan, qayerga tarqatilganini bilmayman. Bunaqa konvertlardan bir yilda nechtasini chiqarganmiz? Qaysi biri yodingda turadi? Dedi Faya opa, qo'ldagi konvertni vazira tomonga itara turib. So'ng bir narsa yodiga tushdi shekilli, konvertni tag'in qo'liga oldi va undagi suratga diqqat bilan rasm soldi. Bu Amir Temurning tug'ilgan kuniga bag'ishlab chiqarilgan konvert-ku. Rosa skandal bo'lgandi o'shanda. Qanaqa skandal? Vazira opa hayron tikildi. Mustaqillikdan oldin Amir Temurning rasmini chop etishga ruxsat yo'q edi. Rahmatli direktorimiz Aziz Sasovich juda yaxshi rahbar edi. Hech narsadan qo'rqmasdi. Ayrim rahbarlarning qarshiligiga qaramasdan Amir Temur millatimiz faxri deb rasmini konvertga bostirib yubordi. Konvert tarqatilgandan so'ng bo'ldi skandal, bo'ldi razbor. Konvertlarni qaytadan yig'ib olishib yo'q qilishdi. Aziz Rasulovichni ishdan bo'shatishdi. Bu konvertni siz qayerdan oldingiz? Vazira nima deb javob qilishni bilmay direktorga qaradi. Faya opa, sizga rahmat, katta yordam qildingiz. Siz ishingizga boravering. Direktor o'rnidan turdi va vaziraning qarshisiga kelib o'tirdi. Vaziraxon, bu haqda men ham eshitgan edim. Endi ishga kelgan paytlarimda menga bu tarixiy konvert to'g'risida aytishgan edi. Lekin o'zim uni ko'rmagan edim. Direktor konvertni qo'lga olib, sohib Qur'onning suratiga diqqat bilan tikildi. Qiziq zamonlar bo'lgan ekanda. Aziz Rasulovich haqiqiy vatanparvar inson bo'lgan deyishadi. Hali sho'rolar tuzumi tishqayrab turgan paytlarda Amir Temur haqida bir og'iz iliq so'z aytish oson bo'lmagan. Men u kishini tanimasam ham, shu voqeani eshitib unga hurmatim behad oshdi. Konvertlarning qaytadan yig'ib olinib yo'q qilinganligi rostmikan? O'z xayollari bilan band bo'lgan vazira direktorning gapini bo'ldi. Men ham shunday eshitgan edim, ammo bir qism konvertlar yig'ib olinmasdan qayerlardadir qolib ketgan ekan chamamda. O'shanda konvertlarning qayerlarda qolib ketganligini qanday bilsa bo'ladi? Bunday ma'lumotlar faqat aloqa bo'limlarida bo'lishi mumkin, lekin menimcha buni aniqlash juda ham qiyin bo'lsa kerak. Vaziraxon uzr-ko'ya, shu konvert sizga nimaga kerak bo'lib qoldi o'zi? Bir masalada jurnalist tekshiruvini o'tkazayotgan edim. Vazira o'rnidan turib ketishga hozirlandi. Sizga katta rahmat, vaqtingizni olganim uchun uzr. Shunday nufuzli gazetaning dilbar xodimiga nafim tekkanidan xursandman. Direktor mamnun jilmaydi. Vazira yigitning iltifotiga parvo ham qilmay, tez-tez qadam tashlab xonadan chiqdi.
Keyingi 2 kunni aloqa vazirligi bo'limlarida o'tkazgan vazira konvertlarning tarqatilish tizimini chuqur o'rganib olishga erishdi. O'sha davrlarda pochta bo'limlarida ishlagan xodimlarni topib, ular bilan suhbatlashdi. Ko'pchilik Amir Temur rasmi tushirilgan konvertlar to'g'risida eshitgan bo'lsa-da, ularning tarqatilishi, qayta yig'ib olinishi xususida biror arzigulik ma'lumot bera olmadi. Keyingi kuni bu ishdan biror natija chiqishidan umid uzayozgan vazira marhum Aziz Rasulovichning uyiga borishga qaror qildi. Keksa noshirning bevasi uni iliq qarshi oldi. Dasturxonga taklif etdi. Vaziraning maqsadini eshitib, erim to'g'risida biror narsa yozsa kerak degan o'yda ichidagini to'kib tashladi. Aylanay, o'sha konvert baholi erimni ishdan olishgani yetmaganday, boshqa joyda ishlashiga ham ruxsat berishmadi. Peshonasiga millatchi degan tamg'ani bosishdi. Bir umr davlat ishida ishlab yurgan inson emasmi? Uyda siqilib o'tiraverib, xastalikka chalindi boyoqish. Yaxshiyam mustaqillikni ko'rdi. Amir Temur hazratlarining pok nomlari oqlanganligining shohidi bo'ldi. Hadichaya, yarangizga tuz sepganim uchun uzr. O'sha mudhish voqeaga doir birorta hujjat yoki ashyo sizda saqlanib qolganmi? Erimning shaxsiy hujjatlarini ko'zimga surtib saqlab yuraman, lekin aynan o'sha masalada biror hujjat saqlanib qolganligini eslay olmayman. Negaki tekshirish ishlari hech kimga ovoza qilinmasdan pinhona olib borilgan edi. Xizmat tekshiruvi yakunlari muhokamasi ham o'ta maxfiy tarzda o'tgan edi. O'sha xizmat tekshiruvini kim o'tkazganligi yodingizdami? Tekshiruvni Moskvadan bir rus kishi, ism sharifi hozir esimda yo'q, vazirlikdan kadrlar boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlagan Nikolay Qosimovlar o'tkazgan edi. Darvoqe Qosimov hali hayot. U kishining shaxsiy arxivida ayrim hujjatlar saqlanib qolgan bo'lishi ham mumkin. Ayjon, siz u kishining yashash manzilini bilasizmi? Albatta bilaman. Qosimov rahmatli xo'jayinim bilan yaxshi munosabatda edi. Nafaqaga chiqqandan so'ng ham bordi keldilar, uzilmadi. Har yil tug'ilgan kunlarda uyga borardik. Qozog'iston kinoteatrining yonginasidagi 9 qavatli uyning 1-qavatida turishardi. Shu mahalladagilar hammasi u kishini tanishadi, dedi Hadichaya piyoladagi issiq choydan qo'play turib. Sizga rahmat ayajon. Endi men borayin. Bezovta qilganim uchun sizdan yana bir bor uzr so'rayman. Vazira qo'lini duoga ochdi. Amin. Iloya o'tganlarning oxirati obod, qolganlarning umrlari ziyoda bo'lsin. Hadichaya mehmonini kuzatar ekan, maqola bosilsa, uni ham boxabar qilishni bot-bot tayinladi. Qosimovning uyini topish vaziraga uncha qiyin kechmadi. Xayriyat, Ko'lam aka uyda ekan. Odatda nafaqaga chiqqan xodimlar suhbatdoshga tashna bo'lishadi. Zerikkanidanmi, bunday imkoniyat paydo bo'lsa, o'zining bor tarixini ochib tashlab maqtangisi keladi. Ammo Ko'lam aka bunaqa qariyalardan emas ekan. Uning anchayin kamgap, bosiq va jiddiy inson ekanligini vazira darrov payqadi. Shu sababli cholni o'ta ehtiyotkorlik bilan gapga soldi. Mehmonning tashrifi maqsadini eshitib, bu senga nimaga kerak deya ochig'ini aytishni talab qildi. Oldiniga vazira maqola yozmoqchi edim deb qariyani chalg'itmoqchi bo'ldi. Yo'q, bo'lmadi. Chol ham anoyi emas ekan. Bu yerda boshqa gap borga o'xshaydi deb oyoq tirab turib oldi. Vazira noiloj bor gapni aytib berishga majbur bo'ldi. Ko'lam aka ayolni diqqat bilan eshitib sal yumshadi. Amir Temur siymosi tushirilgan konvert mashmashasi haqida bilganlarini gapirib berdi. So'ng hozir deya ichkari xonaga kirib ketib, bir dasta hujjatlarni ko'tarib chiqdi. Mana. Bular o'sha xizmat tekshiruvi materiallari. Ishlagan davrimda men hamisha shunga o'xshash hujjatlarni yig'ib yurganman. Bir kun kerak bo'lib qolar degan xayolda. Shaxsiy arxivimda qancha hujjatlar bor. Ko'lam aka hujjatlarni bir ko'zdan kechirib, kerakli ma'lumotnomani topdi shekilli, diqqat bilan o'qishga tushdi. Xo'sh, o'sha konvertdan 20,000 dona chop etilgan ekan. Shundan 19,200 donasi aloqa bo'limlaridan qaytarib olingan va yo'q qilingan.
qolgan 800 donasi qaytmagan. Demak, faqat Bekobod shahri aloqa bo'limidan konvertlar qaytarib olinmagan. Chunki ular allaqachon aholiga tarqatib yuborilgan bo'lgan. Kimlardir jazoga tortilgan, ishdan bo'shatilgan. Konvertlar faqat Bekobod shahriga tarqatilgan deng, vazira o'zicha pichirladi. Qo'lak aytingchi, o'sha konvertlar Bekobod shahridan boshqa joylarga ham tarqatilgan bo'lishi mumkinmi? Yo'q, aslo mumkin emas. Konvertlarning har biri nazoratda bo'lgan. Faqat 800 donagina konvert qaytmagan. Qolganlarini yo'q qilganmiz. Bu aniq. O'sha 800 ta konvertdan boshqa tumanlardagi aholi ham foydalangan bo'lishi mumkin-ku. To'g'ri, mumkin, lekin ehtimoli kam. Kim ham konvert olish uchun boshqa tumanga borardi? To'g'ri aytasiz. Qo'lam aka, shu ma'lumotnomadan nusxa bera olasizmi? Dedi vazira xijolat ohangida. Marhamat, bular sho'ro davrida bo'lgan ishlar. Endi ularning hech kimga keragi yo'q. Rahmat otaxon. Men hozir chiqib, ko'chadan nusxa ko'paytirib qaytaman. Vazira o'rnidan sapchib turdi. Qanaqa nusxa? O'zini olaver, qizim. Senga foydam tegsa, ularni shuncha yil bekorga saqlamagan bo'laman. Chol mamnun jilmaydi. Agar Bahrom akamni topa olsam, o'zim sizga bosh oyoq sarpo kiydiraman. Ilohi, yaratganning o'zi sening mushkulingni oson qilsin. Qariya tik turgan holda duoga qo'l ochdi. Hurmatli kuzatuvchilar, kitobning navbatdagi qismlarini birinchilardan bo'lib kuzatib, voqealar rivojiga guvoh bo'lmoqchimisiz? Unda Telegramdagi Detektiv kanaliga a'zo bo'ling. Muntazam tarzda taqdim etiladigan qismlarni tinglab, dunyo qarashingizni kengaytirishingiz mumkin. Bir martalik to'lov evaziga butun boshli kitobni xohlagan paytingizda o'zingizga qulay vaqtda tinglash imkoniyatidan bahramand bo'ling. Shoshiling. Joylar soni cheklangan. A'zo bo'lish uchun 97 kodi bilan 210 76 54 raqamiga Telegram orqali xato so'zini yozib qoldiring.